Sizga shunchaki 2K monitor kerak va gersi baland bo'lsa zarar qilmasdi deydigan bo'lsangiz, ya'ni sizlarga Redmi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan A27Q 2025 deb nomlangan ajoyib 2K o'lchamdagi 100 Hzdagi IPS matritsali monitorni obzorini boshlaymiz. Juda ko'pchilik so'rardi, shunchaki menga 2K ekran kerak. Bo'ldi. Xuddi shunaqangi eng hozirgi kundagi 2K monitorlar orasidagi arzoni desam bo'ladi ushbu monitorni. Ko'raylikchi, bunga arzirmikan? Har doimgidek birinchi galda qadoq tarkibidan nimalar chiqishini ko'rib olamiz. Undan keyin texnik jihatlari o'zi qanaqa degan savolga javob berishga harakat qilsak, ya'ni 3-galda o'yin uchun ham xarid qilishimiz mumkinmi? Buni ko'ramiz va 4-galda rang xususiyatlari qanaqa? Yakunda esa shu monitor dizayni va monitor haqidagi yakuniy xulosamizni siz bilan baham ko'ramiz. Demak, unda birinchi galda ochib olamiz. Front degan pastga qaratib ochiladigan joy bor ekan, strelka. Pastga qaratib ochamiz. Ko'rib olamiz birinchi galda qadoq tarkibidan nimalar chiqadi. O'zini HDMI kabeli 2K 100 Hz uchun bemalol e'tibor tortadi HDMI. Xo'p, yo'riqnomasi va har doimgidek ham menga yoqadigan, ham yoqmaydigan xislati borki, Redmi ya'ni ikkita boltchasi bor ekan, uni qotirishimiz kerak. Yoqadigan xislati esa ular har doim aktyorga qo'shib berishadi, shu joyini o'ylashadi. Mana ikkitagina qotiradigan joyimiz bor va mana o'zini bir tarafi olti burchakli kulish desak bo'ladi, bir tarafi figurni deymiz ham plus. Oyog'ini pastki qismi dizayn jihatdan olib qarasak, xuddi Redmi 20 dagi 100 Hz varianti, 165, 180 Hz modellarning dizayni bir xil ketyapti. Buni ham katta ehtimol xuddi shunaqa dizayndagi monitor, faqat matritsasi bizda 2K, ya'ni tasvir o'lchami. Mana oyog'ining tepa qismi. Bunaqangi menga o'zi Redmi oxirgi payt yoqadigan xislati bu oyog'ini mana shu tegi juda ham ingichka ekanligi. Bunaqa dizayn mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ingichka va to'liq metal. Bunaqa dizayn o'zi oldin faqat Samsungda bo'lardi. Biz ham bir obzor qildik bir paytlar LS modellarida, ya'ni qimmat monitorlarning dizaynida. Ya'ni qimmat monitorlarda bo'lardi. Redmi o'ziga oddiy monitorlarga shuni yo'lga qo'ydi. Bu juda ham chiroyli, ya'ni ya'ni ish stolida hech qanaqangi deyarli joy egallamasdan turadi. Bu zo'r. Qotirib oladigan joyimiz bor. Shuni qotirib olishimiz kerak. Oyog'ini pastki qismini qotirib oldik. Mana oyoq pastki qismi tayyor va komplektdan chiqayotgani har doimgidek mana tokga ulash uchun kabel. Juda ham chiroyli qilib blok tanasini alohida bir nimalar qilmasdan mana shu joyning o'ziga blok tanasini sig'dirib olishgan. Redmi'nikini. Juda ham chiroyli. Ya'ni hatto blok tanasi ham o'sha Redmi'ning 100 Hz'larnikidagi. Xo'p, ana endi dizaynida hali gaplashamiz. Orqa qismida ancha o'zgarish bor. Menga bitta zo'r joy yoqdi menga. Xo'p, tushdi. Xo'p, mana monitorimizni ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, orqa qismi hamma qismi alohida ajralib chiqmagan. To'laqonli birikib ketgan. Va men boyga aytganim, eng yoqqan qismi vesani markazga o'rtaga qo'yishgan. Oldin mana pastga qo'yishardi. Krashtenga ossanglar bir juda ham noqulay turardi va nihoyat 75 ga 75 o'lchamdagi vesani markazga qo'yishibdi va 100 Hz'larga o'xshab ko'radigan bo'lsak, unaqa ingichka emas. Ana endi monitorimizni texnik jihatlari bilan yaqindan tanishamiz. Birinchi galda diagonalni ko'rib turganimizdek 27 tasvir o'lchami Quad HD 2560 ga 1440 hisoblanadi va muhimi, yondan qarasak ham ranglar juda ham chiroyli ko'rinmoqda. IPS ekanligi. IPS monitorlar singari kontrast bizda 1000 nisbatda brightness, ya'ni yorug'ligi esa sal birmuncha past desak bo'ladi. Sababi hozirgi kunda o'rtacha monitorlarda ham 300 chiqmoqda. Bunda esa budjet, ya'ni eng arzon 2K monitor bo'lgani uchun 250 kandela taqsim metr kvadrat. Aslida bu ham yomon emas, lekin bu eng minimum hozirgi kundagi yorug'lik hisoblanadi. Ya'ni ko'proq, ya'ni nisbatan sal qorong'uroq joyda ishlashinglar kerak bo'ladi. Ya'ni juda ham to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik tushadigan joyda ishlasanglar, ekran yorug'ligi bir muncha kamlik qilishi mumkin. Monitor kompyuterga, notebooklarga DisplayPort 1.4
va bitta HDMI 2.0 orqali ulashingiz mumkin va bitta alohida naushnik uchun, ya'ni 3,5 millimetrli tuynigi ham mavjud. Ana endi ushbu monitor o'yin uchun bo'ladimi deydigan bo'lsak, albatta ochiq dunyo o'yinlari, missiya bajaruvchi o'yinlar, strategiya kabi o'yinlarda maza qilib 100 Hz da o'ynashingiz mumkin, lekin javob berish vaqti birmuncha sal pastroq, ya'ni 6 millisekundni tashkil qiladi. Endi bu asosan ofis ishlari, media, grafika kabi yo'nalishlarga mo'ljallangani uchun aslida 100 Hz ham hozirgi kunda yomon emas. Ya'ni ayniqsa 2K tasvir o'lchami uchun. Buni 2K 100 Hz da haqiqatda o'ynamoqchi bo'lsangiz ham kamida 3080, 3090 yoki 4070, 4080 kabi seriyadagi o'zi video kartalar kerak, ya'ni ultra nastroykaga qo'yib 2K o'yin o'ynash uchun ham. Endi albatta to'g'ridan to'g'ri bu Valorant, PUBG, Counter kabi action o'yinlar uchun sal to'g'ri kelmaydi. Qolaversa chunki ham 27 ham 2K ham Hz parchaligi, ya'ni umuman ularga teskari bo'lgan xarakteristikadagi monitor bo'lib qoladi, lekin umuman olganda o'yin o'ynasanglar bo'ladi bemalol bo'sh vaqtda. Qolaversa ko'rib turganimizdagi IPS ranglarni ham chiroyli ko'rsatmoqda va low blue light funksiyasi ham albatta shu monitorimizda bor. Rang xususiyatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, eng muhimi va hozirgi kundagi ko'p monitorlar singari monitorimizda DCI-P3 95% qo'llab-quvvatlaydi va muhimi matritsasi IPS ekanligi ranglarni ancha-muncha chiroyli ko'rsatmoqda. Ya'ni narxiga nisbatan zo'r monitor desak bo'ladi. Endi buni rang professionallik jihatdan olib qarasak 5 dan 4,5-4,6 baldagi ranglarni bera oladi. Baribir bu narxga nisbatan bunaqa ko'rsatish ham o'zi aslida yomon emas. Ani bir nima qo'shtirnoq ichidagi turli brendlardan ko'ra ancha-muncha Redmi o'zini sifati bilan ajralib turadi. O'zi 20 inchlik ekran uchun Full HD kamlik qilishni juda ko'pchilik biladi. Buni bemalol media soha vakillari, o'sha grafik dizayn, 3D ishlar, ofis ishlari, ya'ni bitta vaqtda juda ham ko'proq diagrammalarni ko'rib turishingiz kerak, ya'ni hisob, kitob, logistika kabi ishlarga olmoqchi bo'lsangiz ham 20 inchlik Full HD olgandan ko'ra ozgina qo'shib 20 inchlik 2K olganinglarni tarafdoriman, sabab ish maydoningizda ko'proq elementlar ko'rinib turadi. Full HD ga qaraganda men o'zim shaxsan 2K ni ishlatib ko'rganimdan keyin uni 5-6 yil oldin ishlatganimda ancha oldin o'tsam bo'lar ekan dedim. Ya'ni juda ham kichkina ko'rinib turuvchi elementlar ancha yaxshiroq ko'rinishi boshlaydi. Ya'ni 20 inchlik ekranda siz haqiqatdan 2K ni o'zi farqiga bora olasiz. Agar o'zi 20 inchlik monitorda 2K bilan 4K bo'lsa, unaqa siz farqini sezmaysiz, lekin 2K bilan Full HD farqi sizga aniq bittada bilinadi. Ana endi monitorimiz dizayn va tashqi ko'rinish haqida gapiradigan bo'lsak, endi stand ergonomik emas. O'zingizga nisbatan 5 gradus, orqaga 21 gradusgacha monitor yotqizishingiz mumkin. Orqada 75 ga 75 VS kranchteyni bor. Oyog'ini eshitgacha bemalol kranchteyinga ossanglar ham bo'ladi. Monitorimizni boshqarish uchun o'ng tarafga bitta dona joystik qo'yishgan. Shu joystikka bosish orqali biz mana menyuimizni chiqarishimiz mumkin. Boshida Xitoy tilida ochiladi. Biz uni ingliz tiliga o'tkazib qo'yamiz. Ko'radigan bo'lsak, o'zi faqat ingliz tili va Xitoy tili bizda mavjud. Undan tashqari brightness, kontrastlarni nazorat qilishimiz mumkin. Muhimi, MSI monitorlarda hattoki yo'q bo'lgan funksiya, bunda gammani biz o'zgartirishimiz mumkin. 2.0, 2.2, 2.4 gamma ham bor bizda. Birdaniga yarqis balandroq yoki pastroq qilish uchun menyuni ochib o'tirmasdan joystik tepaga yoki pastga bosish orqali mana tezkor ravishda biz monitorimiz yorug'ligini ham nazorat qilishimiz mumkin. Bundan tashqari shu monitorimiz HDR10 ni ham qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni HDR rejimi ham bor. Bir vaqtda o'zida ham HDMI ham DisplayPortga ulab ishlatsak ham bo'ladi. Yoqadigan xislati juda ham minimalistik, ortiqcha logo, boshqa narsalardan juda ham xolis. Bundan tashqari ham oyoq qismi juda ham ingichka va chiroyli ishlashmoqda. Umuman olganda 5 ballik sxemadan necha baho bergan bo'lardingiz desanglar, 4.6 berardim. Ya'ni men 4.6 berardim. 0.2 ergonomik stendi yo'qligi tufayli, yana 0.2 ball minusligi rang jihatlari, misol uchun sRGB, Adobe RGB kabi xususiyatlari yo'qligi uchun, lekin umumiy olganda bu narxga nisbatan shunchaki zo'r yaxshi monitorlardan desak bo'ladi. Hozirgi kunda aynan 20 inchlik monitor uchun 2K ishlatish kerak degan fikr men tarafdoriman. Marhamat, monitor yoqqan bo'lsa, Edge do'konlari orqali juda ham qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Sizlar bilan esa keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Redmi yana qaysi monitorni obzor qilishimizni xohlagan bo'lardingiz? Buni ham kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha shu monitor ishlatib ko'rganlar bo'lsa, bu haqida ham o'z fikringizni yozib qoldiring. Charchamanglar, salomat bo'linglar.